Podyezddan shuna chiqishimizga mana bitta detskiy plashatka bilan sun'iy stadionimiz bor ekan. Parkovka uchun mashinaga joyimiz serob. Nechta mashina bo'lsa kelaveradi. Domni oldi огородlarni ko'ryapsizlar, chiroyli, hammasida daraxtlar, salqin, juda ham salqin, archalargacha ekib qo'yishgan. Bir xonali, birinchi etajda Marg'ilonda Vatsroydamiz. Kvartiramizni Ramazonda ro'zani kunida 14500 qilishganda bermagan ekanlar. Hozir 14500 baho aytilyapti. Kirishimizda chap qo'lda birinchi xonamiz. Xonamizdan o'rtacha remont kirib yashab tursa bo'ladigan, sanuzelda aristollari ham bor ekan, hamma yo'g'i bor. Xo'p, oshxonamizga kafel bosilgan ekan aytgacha, mo'ykamiz, gaz plitamiz, kuxonniga narsamiz, gaz suv svet zo'r. Men aytdim shuni qaraganlaringda plus fadvali bor ekan, bonusiga огорodi ham bor. Birinchi etaj bo'lishiga qaramasdan, mana shu yerda огорodi bilan Marg'ilonda, Vatsroyda mana shunaqa gaz suv svet bor, birinchi etaj, огорodi, fadvali bor joydan so'raganlarga kelib yashab tursa bo'ladi. Ertaga pul bo'lganda sotib o'rnidan kattaroq olasiz bo'ladi. 14500 ga baraka sizlarga.